Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, biz mana hammalarga assalomu alaykum. Biz Andijonning Qorasuvdan gapiryapmiz. Mana o'zimizni boqayotgan buqalarimiz. Mana dekonchilik. Qassob akalarimiz, baqadigan akalarimiz aloqaga chiqa olasizlar. Shu 3 buqamiz sotiladi. Narxini kelishtirib dastavkalarni qilib beramiz. Vodiy bo'ylab qiziqqanlarga. Haqiqiy dekonchilik o'zimni boqayotgan buqalarim. Xohlasa taroziga, xohlasa tuyog'iga kelishib beraveramiz tortib. Laykni bosinglar, kilolarni yozinglar taxminan buqalarni. Shvet mana. Xohlasa bahsa ham bo'laveradi, xohlasa so'ysa ham bo'laveradi. Yer ichishi, tani joni sog' buqalar. Shu 2 yashar bo'lgan. Monisi endi 2 yashar bo'lyapti. Naringni sal bo'lmagan 2 yashar. Narxiga kelsak, narxi uchoviga 95 million kami bor. Ozgina kami bor. Dastavkalarni qilib beramiz vodiy bo'ylab kelishilgan holda. Like bosinglar, kommentarlarni gumbullatinglar akalar. Taroziga 65 ming so'mdan kami bor. Xo'lar. Tuyog'iga 95 million kami bor uchovi. Telefon nomerimiz 94 988 93 93. Telefon qila olasiz, o'zimning nomerim. Kommentariya yozinglar. Kepi nech pul bo'lib ketdi? Kepi 90 ming bo'lib ketdi bir qopi bizda. Sizlarda qayerda nech pul? Taroziga nech pul buqalar sotilyapti? Shuni ham yozinglar kommentariyaga. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.